Bunaqa haqiqatlarni hech kimdan eshitmagansizlar. Maktab tanlashda qilgan xatolarim. Biz ota-onalar maktablarni komfortiga, sharoitiga, chiroyligiga, yangiligiga qaraymiz. Bu juda ham katta xato, chunki hamma xususiy maktablar deyarli bir xil ashula aytadi. Eskilar aytgandek, maktab emas, ustoz tanlashimiz kerak. Maktab tanlashda eng zo'r layfhak, maktabga kelganingizda administratsiyaga emas, to'g'ri ota-onalar oldiga boring. Kerak bo'lsa bir hafta ertalab kechqurun kelib, shu yerdagi ota-onalardan живой gaplarini eshiting. Maktabga любой payt kelganingizda maktab oshxonasi, hojatxonasini sizga bemalol ko'rsata olishi, kameralarni yoqib berib, dars jarayonlari bilan bo'lishishi, ovqatingdan yeb ko'ring, menga solib berchi desa solib bera olishi kerak. Bolalar ustozni qanchalik yaxshi ko'radi, hurmat qiladi, shunga e'tiborli qiling. Chunki ko'pchasilarda bo'ldi men pul to'layapman deb ko'p ustozlarni bolalarning oldida yerga urib tashlashadi va bolalar ustozni hurmat qilmaydi. Hozir men sizga qaysidir maktabni maqtamoqchi emasman, chunki menga yoqqani sizga yoqmasligi mumkin. Shunchaki layfhaklarga asoslanib qayerga kelishingiz mumkinligini ko'rsatmoqchiman. Любой payt sizlarni kirgizadigan, ko'rishingiz mumkin bo'lgan bog'cha maktablardan bittasi bu Dream Garden. Kelayotgan ota-onalardan bolasini qayerdan olib kelgan, nimaga olib kelgan, nima uchun bu maktabni tanlagan, o'sha ota-onalar bilan хотя бы 5-7 kun gaplashinglar. Dars bo'layotgan jarayonlarni kameradan yoqib berib sizlarga ko'rsatishlarini aytinglar. Sinfda bolalar bir-biriga qanaqa munosabatda bo'lyapti, shunga ahamiyat qilinglar. Chunki o'qituvchi hurmatga sazovor inson, lekin bolalarning o'rtasidagi munosabat shakllanishida o'qituvchining o'rni qanaqaligini ular ko'rsatib berishadi. Bog'chaga kelgan bolalar qanaqa sharoitlarda o'ynaydi, bu yerda tozalikka qanaqa qarashadi, hammasiga ko'zga o'tirib chiqinglar. Dream Garden bog'cha maktabi haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga bog'laning va video tagidagi описаниеni albatta o'qib chiqing.